Instabloger Shahlo Alijonova haqida hozirgina noxush xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda hamda jahon olamida sodir bo'layotgan eng tezkor va dolzarb mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Instabloger Shahlo Alijonova xalqqa shunday murojaat qildi: Allohim shunday himoyachi, turmush o'rtoq berganingga shukr. Ba'zi negativchilar havas ko'zi bilan qaranglar. Menam havas qilganim uchun bugun baxtliman. Alhamdulillah, birovni hayotini kovlaganinglar bilan baxtli bo'lib qolmaysizlar. Birovni yomonga chiqarganinglar bilan yomon bo'lib qolmaydi. Bizni baxtsiz qila olmaysizlar. Sizlarga ham Allohim baxt bersin. Shunda tushunasizlar hammasini. Shahlo Alijonova Instagramdagi videoroligi ostida negativchilardan xafa bo'lgani va yig'lagani aks etgan video lavhalar ko'ringan. Unga esa turmush o'rtog'i Shahruz Ro'ziboyev umuman ular ko'z yoshga arzamasligi, negativchilar umuman ularni baxtsiz qila olmasligi haqida Shahlo Alijonovaga tasalli berganini ko'rishingiz mumkin.